8-ci bab. Şundaq bolsunmu? Xudo Nuhni və kemide onun bilan birga bo'lgan barliq hayvonotlarni unutib qolmadi. U yer yuzida shamol chiqargan edi. Suv pashishga boshildi. Yer ostidagi buloqlar yepilib, osmondan yig'ayotgan qattiq yomg'irmi to'xtagan edi. 150 kun ichida suv asta-asta azaydi. 7-ci oyning 17-ci kuni kema Ararat tog' tizimlaridagi bir tog'ning ustida o'tirib qoldi. Suv davomliq pasiyib, 10-ci oyning 1-ci kuni tog' cho'qqilari ko'rinishga boshildi. 40 kundan keyin Nuh derizni ichib bir qog'ini qo'yib edi. Bu qog'a toki yerdagi suv qurib ketguncha kemining atrofida aylanib yurdi. Shuning bilan bir vaqtda Nuh suvning yer yuzidan yongan yoki yonmaganligini bilish uchun bir kaptani qo'yib bergan edi. Lekin yer yuzini texshi suv qoplab turg'ashqa, kapta qo'ng'daq joy topolmay qaytib keldi. Nuh qo'lini sunib, uni tutib kemiga akirib oldi. Yana 7 kundan keyin u kaptani yana qo'yib berdi. Kashqurun ilk kapta tumshug'ida yangi zaytun yopurmog'ini tishlagan holda Nuhning yiniga qaytib keldi. Nuh shuningdan suvning yer yuzidan asosiy jihatdan yonganligini bildi. Ya'ni 7 kundan keyin u kaptani yana qo'yib berdi. Bu qitim kapta qaytib kelmadi. Nuh 601 yoshga kirgan yili 1-ci oyning 1-ci kuni to'pon yer yuzidan butunlay yenib bo'ldi. Nuh kemining qopqig'ini ichib, o'p cho'rsiga qarab, yer yuzining qurishga boshlaganligini ko'rdi. 2-ci oyning 27-ci kuni yer yuzi butunlay qurib bo'ldi. Xudo Nuhqa, ayoling, o'g'illaring va kelinlaringni kemidan ilib chiq. Yeningdagi barliq maxluqlar, ya'ni uchar qanotlar va cho'ng-kichik hayvonlarni ilib chiq. Ular yer yuzida yana ko'payib, ziminga taralsin, dedi. Shuning bilan Nuh ayoli, o'g'illari va kelinlarini ilib kemidan chiqdi. Yer yuzidagi barliq jonliqlar, ya'ni cho'ng-kichik hayvonotlar va uchar qanotlar o'z turlari bilan top-top bo'lishib kemidan chiqishdi. Nuh Parvardigorga atab bir qurbonlik supisi yasab, halol deb bekitilgan hayvonot va uchar qanotlarning har turidan tanlab so'yib, qurbonlik supitida ko'ydirib etdi. Parvardigor qurbonlikdan mamnun bo'lib, ko'nglida insonlarning qilmishlari uchun yerga qaytilanat o'qimayman. İnsanlarning kichikdan tortib niyatining butunlay yomonligini bilaman. Shundoq bo'lsa-mu, yer yuzidagi barliq jonliqlarni hargiz bu qitimqidek qayta yo'qotib etmayman. Yer yuzi bir kun mavjud bo'lsa, uningda terim yig'im, issiq so'g'uq, qish yoz, kecha kunduzmi mavjud bo'ladi, dedi.